Assalomu alaykum barchaga kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlarga xudo xohlasa qiziqarli videolar taqdim etaman. Sizlar bilan katta magazinda aylanamiz. Undan keyin sizlarga o'zimni qarshcha retsepti bo'yicha chaloq qilishni o'rgataman. Yozda issiq kunlarda yaxtakni zo'r ketadi. Undan keyin o'g'limga o'yinchoqlarni ko'rsatamiz, sizga obzor qilamiz va oxirida raspakovka chek bo'ladi. Bizdan uzoqlashmang, albatta videoni oxirigacha tomosha qiling. Qani, unda biz boshladik. Yakshanba kuni ertalab o'g'limni bitta ko'zi ishgan holatda uyg'ondi. Avvalga unda juda vahima e'tibor bermadim. Qora choyda yaxshigina damlab turib ko'zini artib qo'ya qoldim. Lekin anchagacha ham ishi qaytmadi. Qani tekshirib qo'yish deb ko'zini ochganimda ko'zini ichidagi oqlari ham ishib ketganini ko'rganimdan keyin shuni oldimda. Yakshanba bo'lishiga qaramasdan Banisaga qarab yugurdim. Chunki Banisada bilaman, albatta dejurniy vrachlar bo'ladi va bor ekan, bordik, ko'rsatdik, tekshirtirdik. Ko'zi shamollagan dedi. Ishiganiga alohida tomchi dori, shamollaganiga antibiotik tomchi dori yozib berdi. Banisaga olib borishdan oldin doim davolatadigan doktorimga telegramdan yozdim, lekin doktorim uydaman deb yozganliklari sababli tavakkal Banisaga olib borishga qaror qildim. Lekin yomon emas, yaxshi doktorga ko'rinib, natijani qildirdik. Hozirda holati yaxshi. Dorilarni olib, undan keyin bozorga kirib, o'g'limga o'yinchoq olib berdim. Umuman qizig'i yo'q, ko'zi ishadimi, ishmaydimi, lekin o'yinchoq olganiga o'g'lim juda ham xursand. Marhamat, ko'rishinglar mumkin videoda reaksiyasini. Nima oldingiz? Biz ochamiz. Yoqdimi? Mana deysiz. Videoda rosa ezilib gapirgan ekanman, shu sababli videoning ovozini o'chirib qo'yib, o'zim tez-tezda ovoz berib tushuntirib ketishga harakat qilaman. Mana bu ko'rib turganingiz chakkini suvda suyultirib olingani va bunga biz ko'katlar, pomidor, bodring qo'shamiz. Chakki bu qatiqni suzilgan varianti. Andijonda bu suzma deyiladi, Qarshida chakki deyiladi. Mana bu suyultirilgan narsa Qarshida chaloq deyiladi, Andijonda ayron deyiladi. Andijondagisiga olma, rayhon, sosez bo'ladi, Qarshida pomidor, bodring, ko'katlar solinadi. Ikkisini ham ta'mi o'zgacha shirin bo'ladi. Mana chalopimiz ham tayyor bo'ldi. Buni kosalarga, andijoncha chinilariga solib, yaqinlarimizga uzatamiz. Albatta uyingizda tayyorlab ko'ring. Issiq kunlarda sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Bizda o'sha ikkinchi kun bolalarimni ortopedga ko'rsatish uchun olib bordim va yo'lda sizlarga ham shunaqangi chiroyli videolar tayyorlashga harakat qildim. Bu hafta men uchun juda ham qiyin o'tdi. Farzandlarim biri qo'yib biri tinmay kasal bo'ldi. Shu sababli videolarim uzilib qoldi. Montaj ham qila olmadim, syomka ham qila olmadim. Bolalarimdan ortmadim. Kichkinamni poliklinikaga olib borgan paytim shu bahona bilan oyog'ini ham ortopedga ko'rsatishga keldim. Ortopedga ko'rsatdim. Ikkovida ham yaxshigina muammo bor dedi. Massaj ham oyoq kiyim buyurdi. Xudo xohlasa uni qilamiz. Lekin qilganim yo'q. Olib borganimda 3 hafta bo'lyapti. Nasib bo'lsa Allohning aytgan kunida bo'ladi. Undan chiqqanimizdan keyin ortopedda yonrog'ida kattagina mittivoy magazini ochilgan ekan. Bolalar bilan aylanishga u yerga kirdik. Kichkinam rosa kiyimlarni yaxshi ko'radi. Kiyintirib ko'rsatdim. Mazza qildi, unga qiziqib akasi ham kiygisi keldi, unga ham kiydirdik, videoga olmadik va magazinda sizlarga qisqacha obzor qildik, chunki zaryadkamiz juda ham kam edi, zaryadimiz tugab qoldi. Lekin shunaqangi katta magazin yo'q narsani o'zi yo'q, chiqolmay qolasiz, maza qilib aylanib. Bolalar bilan bilmayman necha soat qolib ketdik. Maza qilib aylanib uyga qaytdik va oxirida sizlarga olgan narsalarimizni obzor qilamiz. Marhamat, bu yog'ini o'zingiz maza qilib tomosha qiling.
Hammaga salom va nihoyat uyga keldik. Endi rastakovkachi qilamiz. Birinchi olganimiz aravachalik xuddi o'ynaydigan o'yinchoq oldi o'ziga. To'kilib ketibdi. Finalni kech o'ynay oldi. 7 ming so'm. Yurt qo'ydim mana. Mana 25 ming. Anaqa to'pchalar oldik. Kattasi bu, maydasi emas. Shu turishi 20 ming. Bo'lmoqda. Asli oldik uyimizga shirin o'tirishchi. Zilni pasta oldik. Apelsin bilan olma ta'minlagan. Albatta o'g'limni dori, o'zi o'tirib kasalishdan chiqdik. Hozir ichamiz. Bu Inayatxonga zadoka oldik. Magazinga ko'rsatganman. Shu yoqdi menga, o'g'limga boshqacha xuliga yoqdi. Shuni olamiz deb turib oldi. Shu turishi 9 ming ekan. O'zimga mana bu narsani oldim. Rosa yaxshi ko'raman. Bunaqa bo'ladi. Menimdek rezinkasi bo'ladi. Mana bu narsasi osmonga uchiriladi. Kechqurun uchirilsa, mana bu yerdan svet yonmay qoldi. Uyga yetib kelguncha svet yonmay qoldi. Do'konda yoqib turganda yonadi. Mana bu svet yonardi. Kechqurun o'chirganda osmonda qip-qizil bo'lib ko'rinadi. Ha, mana. Kukulikaya. Ha, yaxshi ko'rsatib yoqasan. Meni yo'q. Kesib. Kichkinagina aravacha. Aravachaga ishtonchasi, ko'ftachasi, mana bu kostyumchasi, bu ko'ftachasi. Bu alohida ishtoncha. Bular hammasi bir kishiga. Bu O'yin bosamiz. Men bunaqa mevaligidan oldim. Meni qo'dilayam. Bilim yotib vardı. Kecham. Bilim yotib vardı keyin. Bilim yotib vardı. Meni ur. Keyin bilmadi. Meni ur canım. Meni ur tasha. Keyin bilmay qoldi-da. Bilim yotib vardı. Unaqa bo'la. Nechun ko'p bo'lyapti?